Köp qismliq komediya filmi Mahmudning hikoyasi. Bu azaq zamandagi qiz bola bekchilayli qulab ketib barishma. Adamning ko'zining yerini yeydi. Men sat ko'rinib ketdim-ma. Ne şu qayergan dedigan shu qay xotinda ko'raqanman sizlar. Boshqa qiz bola chiroyli. Sizmi tayinliqchimi? Meni qildim. Tayinliq. Menga yosh vaqtlarimda her qiz bo'lyapti. Va nima deb aytyapsiz degan onamga? Menga kichik olganga adamni ishg'arlashmay. Yosh vaqtlarimda qo'limda manda qiz bo'lyapti meningki. Azroq qo'yinglar. Ammo gapga kelinglar. Men qo'zoqdagi balning ismini nima qo'ymas? Men ismi o'ylashib qo'ydim. Nevrachimninki qizning ismini Salomat qo'yamdiq ya. Salomat? O sening nevrachangning qizining ismi Salomat bo'lganmidan doktorxonadan chiqolmaydigan qiz bola. Bo'lmay qaz akamning qo'shnisining bolasidek Batir qo'yamdiq ya. O ismi Batir bo'lgan tushliq mana Batir bola bo'lish kerak. O kit stalas qo'yadigan bolaning ismini Batir qo'yib qo'ygan bu xar. Unda olib qaz nevrasinglimdek Roshan qo'yamdiq ya. Roshan. O nevrasinglimning ko'zi g'uva ko'rdigan turib ismi Roshan. Faqat mushta maskenmaydigan ismni chiqdaymi? O'ziga ismi maskenmaydigan. Akamga qalanda birdan men eski velosipedni ya yangi sepamgan. Balam nima ish qilyapsa? Velosipedni otma. Dadang qana? Yanchiqimda. Tuz gap qilma qo'ynoq bolasi. Men dadang bilan tang edim. Chaq qilmay. Dadang qana? O'tirda oilda anam potib. O'chib chiqaymi? Kile. Nima ish qilding? O'tadiq bir deb. Ba'zi deb chiqmasamiz deb chiqaymi deb aytgansiz. Qayda hali yaxshiroq qildingmi? Yaxshiroq qoldim. Sen yo'qlab chiramdikan deb hali kaynak so'zab yetib baqsam, chiroqmi qo'yaman. Ammo xotinimning qo'shqoti bo'lgandikan seni tazda yo'qlab chirib bo'lanmadim. Tug'maydigan bahonalaring bor sening. Bo'ldi, qo'ya o tuki yo'q paranglaringni. Anglasa bak qizing o'qishdan qaytib ketdi. Qaytib keldi. Bizning Ne'matchama qaytib keldi o'qishdan. O'mi qaytib kelgan. Hali bo'ylari egiz, chiroyli cho'ng'obda qizing. Chiroyli cho'ng'obda qizing. Bizning Ne'matchama. Bizning Nurmamatmi chiroyli cho'ng bo'ldi bo'y. Filmimizning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, xushbelingizni bersangiz, bizni xushbeling. Köp qismliq komediya filmi Mahmudning hikoyasi. Anglasa bak qizing o'qishdan qaytib ketdi. Qaytib keldi. Bizning Ne'matchama qaytib keldi o'qishdan. O'mi qaytib kelgan. Hali bo'ylari egiz, chiroyli cho'ng'obda qizing. Chiroyli cho'ng'obda qizing. Bizning Ne'matchama o'qishdan qaytib keldi. O'mi qaytib keldi. Bizning Nurmamatmi chiroyli cho'ng bo'ldi bo'y. Gaplarimni bijalari hech qanday qo'y. Ya hech qanday emas. Kichkinadan tan qaytib keldi. Ne, demakchi. Ne'matchama ishlatdi. Sening qizing bo'lsa bunday xizmatdan bizni topsaq. Topsaq bo'ladi. Mening qizim o'qishdan kelgandan yoqda xizmat yo'q. Undan xotirjam men qo'yapman uni. Men qo'yapman uni. Mikrofon taraqtir qilib ketdi hozir. O'zim deb bermishdi sening qizingga. Ne'matchama. Sening qizing mening qizim. O'xshash. Amsa Ne'matchama ishlaydi, ishlasang? Bizning Ne'mat ishlatgan yavati, ashaq edam olamish. Ashaq berib ko'rib baqamsa? Hozir ko'riklandoq. Berib kelli. Mana. Hey dadisi, ishnani almashtirayotganlar bir-kim ko'z ko'k namratgan deymisan? Yaxshi vaqtimizda deb bag'i cheganda kevaldiga aytdim aytdim shu. Hozirgacha kevag'imni qirg'ib o'tirmay. Almashtirdi. Oy. Halokat bo'la qoldi. Erkakni ko'rib baqsang, sening qizing mashada ishlasa, Nurman, ekranga patmaysa, menga mana. Qizimizni chaqirsa? Qizing to'lay menga bilib berib keldi. Men qizimni to'laysa, boshlarni ham to'g'ashdi. Ma'qul. Telefondan Ne'matga telefon qila. Akash ishdan tushib, paltar beka olsin. Voy. Balam. Ilaqay qo'shnimiz ilaqay. Avut degan og'aynam baqo. Shuning qizi o'qishdan qaytib ketdi. Madina.
Medine. Şu kız bana hazır sen işlige yak elip mağdok. Sen bilen birle işleyeceğim ha. Xoş. Filmimizin davamını görmekçi olsanız, hoşu belgisi bizden hoşu belgisi. Ko'p qismliq komediya filmi Mahmudning hikoyasi. Bana kızım. Bedenden tarqab chiqqan attir hidi burunga urilib Sirma qashi sirma badini ko'nik yerga so'rilib Shik oshiq, shungsay shik, shik oshiq, sana oshiq Qanday mamtaniga qach-qacha tishliq to'lman. Ay, yaxshi balam. Voy, nimada to'g'lab ketdingiz siz? Nega qizalaytdingiz? O'z qizalarlarda. Chiroyli oldu. Endi men og'inam yolg'iz qolmaydigan bo'ldi. Qizi bo'lsin qaytib ketdi. Naga kaldın bana? Seni bu şu yava Qizilchiroqdan, bu Chinoq mehmonxonasi tarafga 300 metr maqsaq ma yo'lning o'ng qo'l tarafidagi Sarkan xalqaro so'jak shirkati deb bor. Aniq balvalan kızım. Cuma müşakkın dikilesiz. Men mishash. Ana o'sh adam shu bizning Nig'matning xo'jayini shu. Tanka salamet tuluman, çizlikma, çizlikma, salamet tuluman, çizlikma. Anda yaş tuluman, çizlikma. Çirişip kaplığa. Ama ballarni bir yo'qlab kelay deb. Ondan bo'lib da. Nig'mat ko'nmaydi-ku. Sizlarning ballar Asmutanmesh qurash to'g'ri chiqib ketgan xizmatga. Obdan bo'libdi. Qadamlar yetib qopti. Bo'libdi. Boyaq mening og'inam Avut. Avut qizi. Yangidan o'qish bitirib qaytganga sizning bu shirkatga ishliglar kelib. Ondan bo'libdi. Bizga işte iqtidorli oliy maktabni bitirgan. İşte ondan singillarimiz lazım bo'ladi. Yaqindan 9-oy ov so'yib qoldi. Ammo bizningki Asmutanmeshning ishlari bu qadar jiddiylashtirib qo'ydi bizni. Hozir biz 20 nechta qadam ishlardi shunda bo'lsa. Sal-pal qiyinchilik bo'lib qoldi o'xshaydi adamdan. Undan so'ng shirkatni bir tushuntirib bersangiz bo'shlig'a. Bu bu bizning shirkat hamda şu 2013-yildan tartib muqim holatda shu Asmutanmesh qurayshtirish, mulozimat qilish, undan boshqa ko'mko so'yitish, mishta har xilgan cho'yanji, gaz o'choq, issiq suv sizgan masalan muncha degandek bir narsani qilgan 2010-yildan tartib biz bular bosqichida jami qilyapmiz. Qadimimiz hamda 13-yil esa biz 12 yil musofirni mangdoqamiz kasbda. Undan boshqa nurg'ilgan yaxshi bo'lgan bizning o'zimizningki yaxshi markalar qamashlarimizni aytib bozorga. Yaxshi bir 13 yillik nisbatda 21-yillar bizning mana shu shirkatning tug'ilgan kuni ekan. Shuni biz yaxshi bir faoliyat qilib, masalan shu 9-oyning 10-i bizning bir o'qituvchilar, hammamizning muallimi hamda bir faoliyat qilib bermoqchi. Faoliyatning mazmunini bir deb bersangiz. Shu yetib kelayotgan o'qituvchilar bayramini qutlash yuzida to'yiniga oltin uzuk, yuqorisiga biz sayohat, undan boshqa mana masalan o'quvchilarimiz ham mukofot bir tal tamma ishlam sitib olganlar masalan, masalan shu iPad, bu shu iPad nihoyat yaxshi, men bizning bolalar ishlaydi buncha. Bu ko'ngil so'g'imiz, bu qandaydir shu asl bahosini o'stirib, anandagi ko'ngil so'g'imiz emas, shu asl bahosini tushirib turib, ma'ni, ya'ni ko'ngil so'g' qilib maxsus o'qituvchilar qilam. Buni bevas shu o'qitish kinishkisini ko'rsatib turib, o'qituvchilar qanday qiladi, bahrilarlaydi. Bizdek mana dehqonlik yo'qmi bu faoliyat Asmutanmesh qo'ysa? Dehqonlik emas, butun fuqarolar meylingi bu faoliyatchi. Yaxshi choy bilan undan boshqa muvaffaq. Biz mollarimiz asl bahosini nayt muvaffaq bo'lib ketdi. Bu yil yaxshi mulozimat. Har bir ta dehqonlarimizga ehtiyoji qarta cho'yanji, gaz o'choq, muncha, oltin uzuk, undan boshqa shu 70 yoshga to'shqan bir juplab qolsa haqsiz sayyor sovg'at 7 kunlik shiklaylarni. Aloqa telefon nomerini bir deb bersangiz. Aloqa telefon nomeri 139 99 09 0 444. Mush undar bilan o'rtaq bir nomer. Bo'ldi. Ala qizim bo'lamdiki. Shar ishlab qalam. Ala bo'ldiga avranki. Ma'qul emas ata kasan qilib. Ma'qul. Aytanlar vantanka, ma'qul. Filmimizin davamını görmekçi olsanız, şunu etmezse bizim hoşu belgisi. Ko'p qismliq komediya filmi Mahmudning hikoyasi. Ey Mahmud axun. Ey adam turunliye. Voy. Ey turunliye. Alim tong. Voy, bir ishim bormi qopsam. Voy, qalpoqni bir elib etib yaslar nim bo'la. Ama
Qarchachim ko'rinib qoldi ekan, qalpoqni ilmasak. Turinglar, Nurmahmat ishlaydigan joyga berib kelmas. Gap zeriktirdim ha. Turinglar. Madina xonim ish ketibdi. Ay. Ya madad qopmaydi. Ay Nurmahmat. Ha, mana ana. Ishga ketib qolasiz bolam. Men ish qilmadim. Ama o to'xta bolam. To'xta. Ha. Bo'ldi bolam, menga endi. Men bu yapan poyoqchidek qilib qo'yding ya? Ya ben qamlashgan bo'lib ketding bolam. Nima? Vaqil. Qeyrg'anda asatligida. Oy. Oyg'andingmi? Kelinglar. Nima Nurmahmatning ko'ylagini kiyib oldingmi nima? Meningki bu. Atdigan Nurmahmat topolmaganda. Mening ko'ylagim bu. Qeyrg'andim balini bu narsani kiyib oldi ekan. Qani Nurmahmat ishga ketdimi? Ishga ketdi. Berib kelamdoq. Nega? Qaylab baqmamdoq. Qaylab baqlamdasa Yuzmahmatni o'qda bilib berib keldi. Oyg'anmidim bu ko'yning qolsa. Ay Yuzmahmat! Miyakra. Qasanga kunchik uxlab beramsa? Az gap qiladi da. Sen mi qopqin 5 minut oldi anglab yotganman. Aqbadida bu gapim. Mana akangni ishlaydigan yer ko'rib kelimiz. Filmimizning ayg'ini ko'rmoqchi bo'lsanglar, yurak besib, qo'shash belgisini besaytinglar. Ko'p qismliq komediya filmi Mahmudning hikoyasi. Mana akangni ishlaydigan yer ko'rib kelimiz. Akam nerede ishlayapti ekan? Bir do'konda. Qo'pay. Endi men tushunib olay. Sen munchoq chiqib saqlab turamdiqsina? Ishijaq nima ekan bu? Sen unda degan bilan men chechimjimni 6 kun bo'ldi. Mehnat pishliq shovchi. Mana chechangim shu. Oy! Voy, buning ne bo'ldi sening? Buning ne bo'ldi? Chechim jivatqcha qo'lim bunimcha ketib qanab ketdi. Falokat shovchi. Bilim yaxshi munchoq tushmayotgansan, ha? Mana. Nega men? Voy, ekrandan chiqat. Mangli. Nega bo'lmas? Voy jon, ajab to'lisoding. Chinvoq mehmon saraydan qaytishga doyi osmuta meshlari degan do'kon ishlaydimi makon? Shu yerga. May. Voy, eva qo'lab qo'y. Menga qancha o'ylab qo'yadsam. Xotin. Bu baltaq bugun ko'rishadigan yeri keldi. Bu hozirlan berib nimani ma'rlaymiz biz? Aldirib. Abi aldirmasanglarmi kelin degan ko'rishlar. Satkin magoning ishtinning. Nima ishtiqdan kelib olding? Sening bagi qarishtingdimsa? Va to'liq bagi besanmay menga ishtinni tikib beribsa uyda o'tiribdi. Men avtaqni yig'ishib ishtog'liq paranglashib chiqay. Madina xonimni bu Nurmahmatni ko'rshamda talpinmaysa so'rab kelsizlar. Ma'qul. Chire bang. Menga. Onam yomg'ir deb tagishdan bor. Aldirma kerak. Chang taqab o'tirgansa bankaning ishidek. Filmimizning davomi texim sarxil. Davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, yurak besib, qo'sh belgisini besib o'ting. Ko'p qismliq komediya filmi Mahmudning hikoyasi.
Dadam ish berib kelay. Qaysi chiqarsiz? Sizlar purpaga yatchi. Ha, roz. Unutib qoldim aras. Yaxshi ishlanchimi? Ma'qul kech ko'rishaylik. Baldoq kelanchimi? Ma'qul. Ma'qul. Başka kadar zaten. Kima? Voy, men. Voy, keladi. Kim taqab o'tiribsiz bankining ishkidek? Keladi deganda qolsan. Ama shaptul azroq boshim. Hayatda bir narsa qilib kelmaydi qadam deb shapqilga tegib qolsan qap ekan. Qizim keldi emasmi? Mana bildim azroq. Kela. Ayağını silip çıkar. Balasa sana yengen yok bari da hazır. Da çıksan minutlar kesip bana. Aliş, o çinam şaptulun varken bu. Kızım ekiptik akşam şaptulun. Kapala. Beragi pang badak pala senin. Ay, Pakai cash limit dikene gipang ne? Senin kızın mı çoğun olup kaptı? Benim oğlum mu çoğun olup kaldı? Çoğun olup kaldı benim kızım mı? Şuna, işgelen tan çoğun olup kalsın demekti. Bana o çıkıladım demek sen. Nimada düşünmeyse değil mi? Senin kızın mı? Kız kılıvarsam. Benim kızım kızan işte de kadar senin hem de. Benim kızım düşmedi oğlum. Şuna, ikimiz uzun yıllık alakayına kara. Hem de şu uruk tıkkan bulak kalsak demek. Hoş barkıla çaptılalanma. He? Kasap bile uğraşıp kalkan mıtıyın? Bu avazın özgürlük mü toksinin? Senin mi kızağına barkıla çaptılalan sorap çizsiyle avazın özgürlük gidiyor. He? Şundan mı ya? Filmimizin devamını ko'rgangiz bo'lsa, yurak besib, bizni qo'shib oling. Ko'p qismliq komediya filmi Mahmudning hikoyasi. Urug' tuqqan bo'lib qolsak deyman. Hoş barkıla çaptılalanma. He? Kasap bile uğraşıp kalkan mıtıyın? Bu avazın özgürlük mü toksinin? Senin mi kızağına barkıla çaptılalan sorap çizsiyle avazın özgürlük gidiyor. He? Şundan mı ya? Akinem deplamadan beni sana katma. Ondan mı dep ketme? Men hal chiqan bilan daskan qilib chilayman taxa. Amal o gapni shu vaqt kelganda deyshamiz. Ha, ma'qul. Bu havo so'yish boshildi. Bu qishicha u yoqni nimada isitmoqchi bo'lamatsa? Komda mana o'choqda isitamiz o'yini. Ma o'choqda? Ha? Bu pola o'chqida qanday isitib bo'ldi qiziq demakina ma va. Qanday qilib demsa? Qizingni tunigini olib bergan halqa dayi osmtan meshri degan aş bigalodim bizde koymamsa. Sen mi şununda? Şunun da o istifatı da hazır emmedim. Bu istifat kalı şunu elevatı da. Yani gidip uyatın gün faaliyet kıldık da etitte. Estesinin mumiyon boğan bolsa 70 kumu toşap kaldın. Seyağı ektitte işkanlı seyahatke yaksız. Ay mumiyom. Bol tek yolunu yerim kımma. Sen mi öyle koyamız bir günü? Ala da şaptırladın. Seyağı çıkanmagan ben. Bigalo koysan yani başka mükaffatların baket. Şunun da bizde koyuyorlar o yenge. Koyla. Ama karaganda salkışınlap kalır dikenme. Koskoma açkanda. Biz bir koyağını edip çıksan koy baksak. Angaça hal çıkanın tam kupşıda. Açta akıllıyım ha. Koyduğun bizimle örgül tuğdu. Papa traktörüm yok mu lan? Traktör sinema mı sayık seketmen de traktör dikenme. Baka. Ya sen de bak koydu. Ya vardı dikenme ket. Bizim versen sen bir yakan mi var? Kunde baklatım hem şahane. Bana bir açtan bağlamaydı. Benim koylarım mı? Senin bu işkital koyan var demeyecek koy vaktin kep gitti begin. İşkital koyan üçülap kalan gidip senin koylarını ile birle bakaydı. Ama şunun da mı beni permeleydi dağda gide. Ay başta da etkensin. Küçükten mi dedim aşı koyam yok mu desin. Ya dada. Vay he. Nimşiklet be ya. Koy vakit mi? Ne edem kemme gayal kilip koy vakit dep tural kense.
Qo'y degan gilamning tubida baqmaydi, shu mushtayat baqadan gap. Qachon qaybiz avtaqni tukilib olgan? Nima avtaqni tu deyman? Avtaqni qanday qilsin ne? Otqanda jima qo'yning bo'lasi. Cho'ng odamga tuz gap qil. Xo'shamning oqib odam bilan. Ha, nima deysa? Anam ashpishda o'y chimam dekan deydi. Achib ketaver menga. Qopmamsa? Qopadi shu tabaq qilib chiqil. Tabaq qilib chiqan baq. Mana. Hey, qijilolmaymiz dadangga kavasa chiqdingmi? Pishibdi. Ay, nimami? Mana nima? Amen qala. Mama, nanne qizig'ida dadangga apib kelaman. Ma, apib. Salam. Ma apib kel. Balam bu pindododan oyoq sasam qachon nasamda almashlam sepiradi ama. Ana sana bunda almaz sepmeydi, sen bunda almıştırıp keymemse. Anlamıyor. Kaçan kaç kalan paylık kılıp. Mina paypağım gibi al gelse de kuş paypağım kırgan. Şu şen. Ma apip geldi nanga. Ma. O go'yni baqib cho'nqib qo'ysak, ya birisi es qatmagan. Bu qarag'anda taqa ishlasak, yosh vaqtimizda taqa ishlasak. Ajab japam mushaqqatli bir odamligimiz biz. Hayca, bu ish tugamaydi zaten. Birdam toshqalli bilan paranglashay. Omdan todingiz bu? Vayca, bu dadam qasetsizlik deydi o. Xalqning etsizlik qimchirib oldi ekan, chanish birmidi. Akşam gap qilay desam, yanimda xotin bog'lab qoldi. Shunga qilaman. Azma etizda xoli. Ya o'tirdayn. Abak bashang mata qilsang-ku. Ketma, aran chepgan sat, ha? To'yni qizal ko'rib o'tirding. Va ishtiga yerim barding sen. Alama anam nayiq ekan, sizni qiziq yesin deb. Qo'lang ko'targan sunokingdan qapqadak bizmi nima bor? Qavas bu. Suzliqingga chiqdim. Ichasa? Qavas? Ha. Hey, qijilolmaymiz dadangga kavasa chiqdingmi? Chiqimiz dadimi, alaqaynimi? Dada, bu degan unda kavas emas bu. Bu degan Shinjang Qutyar shirkatida ishlab chiqargan Qutyar kavas ichimligi, spirtsiz. Buning xomeshiyasi buğday kipiki, esel, qulmaq, arpa, oqshika xomeshiya qilgan. Ezim qilishni yaxshilaydigan, tamoq singdiradigan, arg'iliqni yo'qotib, menda sen o'sha ish ketman cheplimada o'tirib olishni bitadi. Bu hamda o'sa spirtsiz o'z ichay. Bakma may. Gel anne. Jiskallam qo'yib chiqdina. Ishga satabdan buni aprab. Ha, ketaveramiz. Buni bunda ichmay, ovutni to'lab, ovutidan birga ichay. Ko'p qismliq komediya filmi Mahmudning hikoyasi. 9-qism. Qalchiqon! Qalchiqon! Voy ol! Ko'ymamdagi to'laveradigan. Tamoq etmadingmi? Etmedim. Etiveramdi tamoqni. Etiveram. Mana bir kunda bir vaqvosimi tamoq yeyli. Voy etgan choy qaynatdim. Nallam yemdoq pays. Voy jo'q, qachon qaynasashda deydikin. O'zlari bir esa unda bo'lsa. Ey, tamoq etish ashta tashkilatmish uyda o'tag'ash. Nima ishing bor demsin shundan bilak. Silbit baqsa unda bo'lsa. Ay, etizdan shuni sen qilamsan? Qisam qildim.
Ben sen ekşinin cabasını çönmeyse asan emez etizden işini kılış. Uy, ben mi kılarayım onçilik işleyenle? Kılıyım ne olsa? Tamak geldi ben bir taleyim. Bana? Ben bir taleyim tamak diyeyim. Kılıyımız. Kısam kıldım. Tamak etemmeyen göre kaptı da. Biz mi içemez tamak degen ne? Oy. Bu masan işemez benim. Hasta emsey doğraylı. Benim kulağımın təmini bir det baxsın. O saylanı mı to'g'rab qoldik? Hamda nima ish qilib qo'ydi? Qozog'i may qo'ydi ras. Xiyman. Sen qoraymiz. Bo'p ketdi bu ata. Kele. Oshpazlar ketgansan qilsam. Ama tamak edyapman. Qatmış alaydigansan, ha? Unim qilmas. Men bu yuzqazlaringga qarini so'kib. Xalchiqam bilan hozir o'rin almashtirdik. O etizni ishlaydi, men tamak edyapman. Kele o'tirib, sen men ustaman dashtaga. Men usta. Sen bo'yda qolganki usta. Ölmeydiğin gayrı. Seyit Abdol. Kırgada muşkos kamına çıkırıp koydum yine. Lek şomak mı ters mi? Oo işte. Pişdem oturay. Asa emeskencime şomak mı? Koylusa memyen kıt bulup da. Üç kız yerine kılanmayı otarsam işte. Aynen. Bak bizlik oraya da tabakkan. Evet. Çoğun ustamның toqqorim size çıkışsağınım görmem size. Bir mahfiyatlıkın badak kılın senin, ha? Çoğun ustamның çoğunluğu var. Bir piyal yaparsın, iyi geç olsam bulduk. Yüzden tutturayım da bir şey hazır. Tımıkım korulup gittim ha bizlik bırak. Annem da pişmaydı bu tabakta yok mu? Seni hep koydum, kazağa su koyup koydum. Bizlik bırak kosak açıp geldi de. Hem de pideyi saldığa işte. Vay ca, kada salam ya bunu. Manda kılığa iş var diye ekştirip. Halçamla alışamaydım aslında. Xotin şonmak mı ters mi değil mi? Tamak yetiştiren yapmasını ben bilemem aslında. Nam bile yemdik ya. Köp kısımlık komediya filmi Mahmut'un hikayesi. 10. kısım. Balam ne yapmadınız? Mamtanga chishdi o'g'lim, yo'qmi? Ishq berib kelayotgandim. Nima ko'zoynak taqib oldingiz, suvar kichik. Ya aptap bo'lmasa elitanga deymi? Nega? Ishq berib kelayotgandim. Hadi, chiziqman. Mamtanga demay, dada dang meni. Xalchixon! Ey Xalchixon! Tezlik toshman baba. Bir şey mi çişip koydu arkadaş? Vay! Kızım. Ananın
Aytganidek, ama Mr. Berenge keldim. Yapaqamsa. Voy. Ürümçi hayat soğuçaklık şirketi işlep çıqa bazağı sağan Mr. Berenge. Bazağı çekilin uzun boğan mahsulat. Mani yesang ta'mi bek peze, yesang ağzında buran çıqırıydı da. Ama açıqdımlık gene. Tamamlıkini bilesildi boy. Ölçülüp meşnan aldı oturan. Ama. Sen tuta emek soğan gene. Tamam boy. Yeyle. Boy. Biz nimişka çoğun bunu müstemmeşin oturda oturup yiyemez. Yaşağımızda. Çeçimiz akağıç bille ötümüz deyişken. Mana çeçimiz mi akırıp muşkun geldik. Şoň meşnan aldı da ıllaqlaqlı his qildi dedim momay. Öylapsın boy. Ya. Heminglarning chechinglarni aqti bo'yvaqchi emas, tabiiy aqarg'ichi billa o'tishinglarni umid qilamiz. Ko'p qismliq komediya filmi Mamutning hikoyasi. 11 qism. Vah, maqizval ne? Nima qilib qo'ydimda? Ağtaxon yolg'iz xotin uyda. Ay bechoraning o'ylashni saqlamaydi. Ay tamoqmi yemmay qizi ishlagan ekan. Ay qizini be kelin qilib uchun bosib qo'sqiqqa ancha-muncha qaylab qo'ysak bo'ldi. Chiqib tamoq aysanglar, ani bir vaqt tamoq olib oldi. Ha ma'qul. Voy. Yama, avutqa gap qildi biroz. Adash qanday ahvoling? Yama xalchiqam be o'qishda tamoq yesin, men chiqib tamoq yeb chiqdi adash. Akila. Voy, ishni tutlan saqlab turibgansa, qachon gap qiladi deb. O'tir. Hali mushkullarda tamoqqa to'laydigan bo'la qolding, ha? Tamoq to'limsan bo'lmaydi seni. İşte. Xalchiqon. Ma çay ichinglar, çay. Qanday to'dang hamda salomatlikim. Meni salomatlikim yaxshi. Men ham hozirroq qilaman. Bijirim maktabning göz chapqadek bo'lib ketamiz. Ay çok. Canım mojito. Ya, xotin tuzuk gap qilgan qaraganda, jinim deb yurishdi. Men og'inam tursa beradi. Ya mayli. Voy, shu ama ichimlikning ismi canım mojito. Canım mojito? Ha. O'shunda ichimliklar ham gazet. Bakan, ma her qaysi joyda vakolatchi chaqiribdi. Aloqalash telefon nomeri 130 44 22 64 27. Ben senin bilsin bunun numarı ne?